Bismillahirrohmanirrohim. Fotih Duman. Ayn Shin Qof. Oshiqlik ilmi. Kitob she'r deb nomlanadi. Turk tilidan Dilfuza Turdiyeva tarjimasi. Ishonmasangiz sizga aytib bera olmayman. Ahir muhabbat ishonishdan boshlanadi. Ishq va muhabbat yo'liga qo'limdan bir atirgul nodasi bilan kirib kelaverdim. Savol bermadim ham. Ishq va muhabbat deya nola ayladim. Zohid va darvishlar 40 kunda tamomlaydigan chillani 40 yilda tugatdim. 40 yilda 40 ta maftunkor kalimani qo'lga kiritdim va ishq va muhabbat ilmi qo'limga kelib tushdi. Sukut nima ekanini tushundim. Lekin jim tura olmadim. Balki jim turganimda ishq va muhabbat meni tark etib ham ketar edi. Shu sababli yo'lga ravona bo'ldim. Keyin ishq va muhabbat yo'l yurmoqdir deb aytdim. Shunday deb bildim va shunga ishonch hosil qildim. Sukut qilishni mo'ljal qildim, lekin so'zlar shunchalar maftunkor ediki, ularni uvol qilgim kelmadi. Ishq va muhabbat ilmi umrimning xulosasidir. Ishq esa azaldan badanimga bitilgan g'unchadir. Bu kitob ishq va muhabbatni tushunadiganlarning qo'lida, ishq va muhabbatni tarannum aylaganlarning tilida yillarni lahzaga aylantirsin. Mening tilimdan chiqqan har bir so'z, hatto sukutim ham ishq va muhabbatdan gap ochsin. Ishq va muhabbat o'zini tinglaydigan odamni izlamoqda. Ishq va muhabbatning nomini tilga oladigan insonni qidirmoqda. Ishq va muhabbat sizni izlamoqda. Sizning esa bundan xabaringiz ham yo'q. Ey kitobxon, muhabbat sizga yor bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobimning har bir harfi otamga armog'on. O'g'il farzand otasining ichki olamidir. Yaqin do'stlarim Gulsun Esen, Yunus Erliqoya va Hamidanur Kansig'o'g'liga meni sidqi dildan qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorlik bildiraman. Kitobni menga imzolatish chog'ida ishq va muhabbat ilmi degan kitob rostdan ham bormi deb so'ragan. Sharqda ishq va muhabbat mana shunday bitiladi nomli kitobimning ismi noma'lum o'quvchisiga alohida tashakkur bildiraman. Yondi jonim otashin muhabbatdan, mayli yonsin badanim ham. Mendek otash parasga lozim bo'lmas bir parcha kafallik ham. Ali Ruhi. Ali Ruhi asl ismi Ali Nozir Dorbozzoda. 1853-1890 yillarda yashab o'tgan. Mumtoz she'riyatning oxirgi namoyandalaridan. Bag'dodda tavallud topgan Ali Ruhi sharq tillari va adabiyotining ko'zga ko'ringan vakili bo'lgan. Sharqda ishq va muhabbat mana shunday bitiladi kitobining oxirgi sahifasidan davom etamiz. Muqaddima o'rnida. Ishonmasangiz tushuntira olmayman-da. Ushbu hikoya qaro tunda, yulduzlar porlab turgan vaqtda kipriklarimga qo'ndi. 2 qatra edi. U oqib ketmadi. Oqib keta olmadi ham. Go'yoki ko'z qorachiqlarimga o'rnashib olgandek qolib ketdi. Shu payt yig'lab yuborsam, balki bu hodisalarni sizga tushuntirib bera olmay qolardim aziz o'quvchim. Agar o'sha 2 qatra yonog'imdan soqolimga oqib tushganida, yuzimda mana shu tahlid bir tomchi ter ham bo'lmas edi. Sizga bu hodisani yetkazib bera olmay, tunlarning ham ko'ziga yosh kelgan bo'lar edi. Mana shu 2 tomchi ko'z yosh bilan boshlandi bu hikoya. Qadimgilarning tili bilan aytganda, yaxshi ko'rgan tarafimdan keldi sinov. Ko'zlarimga qon kelib urildi. Tanamni sovuq ter bosdi va borini sizga hikoya qilib berdim. Bu hodisalar rostdan sodir bo'lganmi deb mendan so'rab ham o'tirmang. O'zim aniq biladigan narsalardan ham shubhalanib qolgan paytlarim bo'lgan. Hayotda yuz beradigan hodisalarni tushda ko'rish mumkin bo'lib turganda va bu hayotning o'zi tushdan iborat bo'lib turganda, menga bunday savol berib yurmang. Bu hodisalarning bari umrimiz kabi rost. Ayni damda xuddi umrimiz kabi xayol mahsulidir. Bularning bari bir sirning so'nggi tilsimidir. Ushbu hikoya olamning bir qatradagi aksidir balki. Qani kuchim yetsa va aqlim ham rozi bo'lsa, sizga bu dengizni boricha ko'rsatgan bo'lar edim. Afsuski, chorasizman, bor yo'g'i bir qatra.
Mazkur hikoyada voqelik ham, xayol mahsuli ham chambarchas bog'lanib ketgan. Aziz o'quvchim, xohlasangiz bu hikoyaga ishoning, xohlasangiz uni oddiy bir tush, xayol mahsuli, shunchaki ko'z boylashdan boshqa narsa emas deb ayting. Istasangiz bu bechora es-hushini yeb qo'yibdi-ku, deyishingiz ham mumkin. Shunday bo'lsa-da, quloq soling. Shuni bilib qo'yingki, agar bu hikoyaga ishonqiramaydigan bo'lsangiz, sizga uni aytib bera olmayman. Bu hikoya zamirida 40 yil 40 ta sehrli kalom ila pinhon qilingan. Bu hikoya o'z sirini dars ketgan ko'zguda aks ettirgan bo'lib, agar uni aytib berishda kamchilikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, bu mening xatoyimdir. Xato ko'rib qolsangiz, bu mening kamchiligimdir. Bu hikoyaning ilk harflarini kipriklarimda muallaq turgan 2 qatra yosh bilan yozgim keldi. Bunday qilish amri mahalda. Bu hikoya xayol mahsuli bo'lgan til ila satrga to'kildi. Agar qalb tilini siyoh bilan ifodalashning iloji bo'lsa, shu 2 qatrani darhol siyohga qo'shib, mana shu siyoh bilan sizga bu hikoyani yozib bergan bo'lar edim. Agar siyohga hech yolg'on aralashmagan, so'z esa makruh hiyladan foro bo'lgan zamonlarda yashasam, sizga doim voqelikni hikoya qilib bergan bo'lar edim. Mana endi xayol gunshanimdan tilsimli xayol mahsulini sizga taqdim qilmoqchiman. Avvaliga bu hikoyani o'zim anglab yetdim. Keyin esa qanday ilhom kelsa, qanday tushungan bo'lsam, xuddi shunday qilib yozdim. Siz tushunishingiz uchun hikoya tilini soddalashtirdim, aziz o'quvchim. Ushbu hikoya qog'ozga faqat siz uchun terildi. Mazkur gaplar tilimdan faqat sizning qulog'ingizga aytish uchun chiqdi. Bu diyorni siz ham ko'ra olishingiz uchun ko'zlarim uni xayolan jonlantirdi. Siz ham bu hikoyani tushunib yetishingizni istadim. Tilingiz ibtidosi o'lim bo'lgan ishq va muhabbatni so'ylasin. Tushuna olishingiz uchun oshiqlar tili bo'stonidan sizga o'z qo'lim bilan bir necha kalom uzatayin. Shundan keyin siz ham yarim tunda xuddi o'zingizning hidingiz kelayotgandek tuproqqa kipriklaringizni belab ko'z yosh to'king. Mening kipriklarimda muallaq turib qolgan mana shu 2 qatra sizning ko'zlaringizdan tushsin. Shuni bilib qo'yingki, muallif ishq va muhabbat borasida aytmoqchi bo'lgan gaplarini eng oxirisigacha aytib bo'lgan va sirni ham to'kib solgan. Ishq va muhabbat haqida gapirishning qiyin ekanidan hikoyadagi so'zlarning ham tirgasi qurib ketgan. Fotih Duman. Bir kuni bir odam daraxtga suyanib o'tirgan darvishni ko'rdi va oldiga kelib, "Ey darvish", dedi. "Sen ishq va muhabbat nima ekanini bilasan va doim ishq va muhabbat haqida gapirasan. Qani men ham ishq va muhabbat dardiga mubtalo bo'lsam edi, ishq va muhabbat bilan ovora bo'layin, uning yo'lida kuyib pishayin va ishq va muhabbatga oshiq bo'layin. Ishim ko'p, tashvishlarim bisyor ekanidan ishq va muhabbat bilan ovora bo'lish umuman aqlimga sig'maydi-da." Darvish kulimsirab qo'ydi va "Xoy, o'z aqlini ishq va muhabbatga almashtirib yuborgan g'ofil banda", dedi. Ishq va muhabbat turganida boshqa dardlar bilan ovora bo'lish nimasi axir? Bu olamda ishq va muhabbatdan buyukroq dard bor ekanmi? Hikoya navis. Gul ila gul bo'ldim, shavqindan chetlashdim. Otashning borini vahdatda yoqdim. Shamsiddin Sivosiy. Shamsiddin Sivosiy 1520-1597-yillarda yashagan Xurosonlik olim va shoir. Men shunchaki o'z ko'zi bilan ko'rganlarini aytib bera oladigan, o'z qulog'i bilan eshitganlarini qog'ozga tushiradigan bir hikoya navisman. Kim ekanimni o'zim ham bilgim kelmaydi-yu, sizga o'zimni kim deb tanishtiray? Mening ismim necha o'nlab harflar ichidan bir necha donasi xolos. Men esa o'qishingiz uchun sizga bus-butun lug'at taqdim qilyapman. Lug'at harflarini esa o'zingiz joy-joyiga qo'yib olasiz. Harflar mamlakatiga siz ham ko'z tashlang.
uyqusiz tushlarga kiring va bu olamni tomosha aylang deb aytaman. Bu hodisalarni qayerdan eshitdim? Bu hikoyani kimlardan eshitdim va kimlarga aytib berdim? Bu satrlarni yoza turib barmoqlarim kuyib, tilim tutab ketmadi deysizmi? Afsus. Afsuski, bu so'zlarning otashidan qog'ozlar yonib ketmaydi. Qalam nayza, til lol, ko'z ojiz. So'zlar esa sara, biri-biridan chiroyli. Ko'zim qiymaydi. Bu hikoyani tilga olmayman deb so'z bergan, ahd va qaror qilgan edim. Niyatim sukut saqlab, pinhon ma'nolarni so'zlar bilan oshkor aylamaslik edi. Shunday deganman, shunday deb aytganman. So'zlar juda malohatli edi. Aytmaslikka ko'zim qiymadi. Agar sukut saqlasam, qalbim yer bilan bitta bo'lar edi. Jim yursam, qayta tilga olgan jumlalarim dunyo yuzini ko'rmas edi. O'zim ham jim turishni juda xohladim. Buning uchun duo qildim ham. Tunda og'zimni ochmaslik uchun qaror qabul qilib, kunduzi esa qarorimni buzib, afsuslanib yurdim. Agar jim qola olsam, hech qachon yig'lay olmagan bo'lar edim. Sukut saqlasam va bu afsunlangan darvozaning kalitini yerga ko'mib tashlasam, o'zim ham qayta bu darvozadan kira olmay qolar edim. Shunday bo'lsa-da, sukut saqlab ham ko'rdim. Jim yurib ko'rdim. Bir atirgul g'unchasining qip-qizil gulbargiga xomushlikni bitdim. Kamgaplikni bitdim. Sukut saqlashni bitdim. Ushbu sir va asrorni, ushbu hikoyani hech kimga aytmaslik uchun o'zim bilan o'zim kurashdim. So'zlarimga hayqirdim. Bo'ldi, bas, tirnoqlaringizni menga botirmang. Axir sizga men tovush ato etyapman. Ular esa menga, biz bo'lmasak, tovushing biror ishga yararmidi? Deb gap qaytardilar. Bunga javoban lom-mim deya olmadim. Sirlarni qo'limga olib, salmog'ini ko'rdim. Kaftimning eng ko'zdan pana joylariga shaffof siyoh bilan o'zim yozgan bir necha satr yozuv har gal ushbu pinhon xazinani yodimga solib qo'yaverdi. Bu sir va asrorni tilimga chiqarmoqchi ham emas edim. Bu hikoyani hech kimning tiliga solmoqchi ham emas edim. Uni qog'ozga ham tushirmoqchi emasman. Uni kaftimning ichiga naqshladim. Bardoshim yetmadi. O'zim ko'rgan hodisalarni aytib bermaslik uchun har bir lavhani unutishga urindim. Lavhalarning betiga unutish degan bo'yoqni chaplab ko'rdim. Oxiriga o'zim qiymadi. Sukut saqlayotgan tilimning tilsimini topdim. Ko'zlarimni esa afsun bilan sehrladim. O'zim nimaniki ko'rgan bo'lsam, o'shani aytib berdim. Nimani eshitgan bo'lsam, shuni tushuntirdim. Keyin esa hali hikoyaning birorta satri birovning qo'liga tushmasidan va hech kim o'qishga ulgurmasidan yulduzlarni bir uchqun bilan yoqdim va tunni charog'on ayladim. Men shunchaki bir hikoya navisman. Hali vaqt mavjud bo'lmagan ilgari zamonlardanoq har bir narsaga diqqat bilan razm soldim. Mana shu lahzalarni boshimdan kechirish uchun bor vaqtimni sarf qilib yubordim. Shunga qaramay, ushbu diyorni so'zlarning ortidangina tomosha qilishga muvaffaq bo'ldim. Keyin esa bu hodisalarni o'zimning tilimdan so'zlab berdim. Hodisalarni tushunmadim, tushuna olmadim. Harflarni ko'z yoshim bilan yuvdim. Ularga kipriklarimni sanchdim. Ular menga jilmayib boqdilar. Men esa buni ular kaminaga hikoyani oshkor qilishga ruxsat beryaptilar deb tushundim. Shunday deb o'yladim-da, o'zi shundaymidi yoki yo'qmi? O'zim ham bilmayman. Ushbu g'aroyib mamlakatda yuztuban yiqilib safar qildim. 40 kun mobaynida 40 sirli kalima bilan o'zaro dardlashdim. 40 kecha 40 sehrli zindonda 40 ta alohida so'zni mashq qilib ko'rdim. Agar umrim 70 yildan iborat bo'lsa, hayotimning 40 yilini yana shartda berib yuborar edim. Ahmad bobosidan sehrli hikoyalarni eshitib o'tirgan chog' ham, kitobning ma'nosini izlab yurgan chog' ham o'sha yerda edim. Ahmad keyinchalik bu kitobni javondagi kitoblar orasiga sekin qo'yib ketgan chog' ham o'sha yerda edim. Umar amaki bu kitobni qo'liga olgan chog'
Go'yoki yulduzlardan ham tepada turib vaziyatni kuzatar edim. Mana shu kitob qanday yozilganini ko'rishni ham qattiq istar edim. Mana shu kitobning ustidagi moviy muqovaga aylanib qolishni qanchalar xohlashimni bilsangiz edi. Mana shu kitob satrlaridagi bir nuqtaga aylanib, o'sha yerga naqsh qilinishni qanchalar istashimni bilsangiz edi. Men ushbu hikoyani o'z ko'zim bilan ko'rganman. Uni qog'ozga tushirdim. Kitobga razm solib qarab chiqish uchun yil emas, oy emas, kun ham emas, balki bir necha soniya sarfladim. Bu sirli kitobni faqat uzoqdan ko'ra oldim. Shundan keyin o'zim eshitganlarimni hikoya qilib berdim. Bu hikoyani siz ham o'qib ko'ring deyman. Asrlar qa'ridan kelgan g'aroyib bir insonning ovozini siz ham eshitib ko'ring deyman. Bishnev degan bo'lar edim-u, bu so'z mendan oldin aytib bo'linganda. Izoh: Bishnev fors tilida tingla degan ma'noni bildiradi. Bu so'z Masnaviyning ilk kalimasi, xitobi bo'lib, asar shu jumla bilan boshlanadi. Qarang, olam uzra avval bir marta bo'lsa ham aytilmagan so'z qolmagan. Mana endi siz bilan hikoyaning o'zi so'zlashadi. Men esa uni faqatgina so'zga o'girib turaman xolos. Quloq soling. Tinglamasangiz so'zlarim qayta siz bilan gaplasha olmay qoladi. Quloq solmasangiz so'zlar qo'limga qaro sahifalar tutkazib ketadi. So'zlar arazlaydi va butunlay ketib qoladi. Menga jilmaymay qo'yadi. Hech qachon menga jilva qilmaydi. Ular ko'zoynagimga tutundek ilashadi. Xonamda xush isi tutatqiga aylanib, kuyib ketadi hamki, lekin ko'zimga ko'rinmaydi va tushlarimga ham pinhona kirmay qo'yadi. Men ularning yo'lida umrimni baxshida ayladim. Ular esa menga sir va asrorlarini oshkor qildi. Agar bu sirni saqlay olsam, ular menga hali qanchadan qancha sirlarni ochar edilar. Shu payt qalam jonimga ora kirdi. Til so'zga kirdi. Siz ham bundan voqif bo'ling deyman. Ushbu hikoya qalbimning oromini o'g'irladi. Jim bo'lish va ichimga yutib ketishga qaror qildim. Oxiri ko'zim qiymadi. Ularga va'da berdim. Ular allaqachonlar diyorimni tark etib, ketib qolgan bo'lsa ham kerak. Ular derazamning ro'parasiga gul uyib ketganiga ham ancha bo'lib qoldi. Men quyoshsiz yashay olmayman deb aytganim uchun ular quyoshni ham olib ketdi tushlarimdan. O'zlari ham ketib qolgan bo'lsa kerak. Men ularga bu hikoyani hech kimga aytib bermayman deb va'da qilgandim. Sir va asrorni tilga chiqarmasligim kerak edi. Bu hikoya esa qalbimni shunchalar larzaga soldiki, aytib bermaslikka ko'zim qiymadi. Qani mengacha bu so'zni aytib bo'linmaganida edi sizga. Bishnev degan bo'lar edim aziz o'quvchim, afsuski mendan avval aytib bo'lingan. Quloq soling.